Tracker birimizga sport rejimni yoqib, mana shu gaz pedalni bosganda sразу sport rejimga o'tadigan qilib, razgonlarni to'g'rilab qilib beramiz. Okamizga propan ham qo'yilgan. Benzin yuradi. Propanni hozir vaqti bo'g'ilyapti. Iminni qilib hozir bunga yasab beryapmiz. Ko'p joyda bobinam kuyib qolyapti, qiynalib qoldimidi. Buni sababi mashina razgon yurayotganda bo'g'ilib, razgonda qancha bo'g'ilsa, nagruska olsa, svichada to'kib bersa silabi bo'ladi. O'sha hisobiga nagruska tushib, yomon bo'lib qoladi. Hozir mana ponni o'zimiz iminni qilib, programma qilib, rezultatini okamizning o'zlaridan eshitamiz. Trackerimiz bo'ldi. Hozir buni test qilamiz. Oka bosib ko'ray. Propanda mashina. Qanaqa yurishadi aka? Yaxshi. O'zgardimi? Pedal yaxshi sezyaptimi? Ancha-muncha o'zgardi. Mana bu yoqdan biz xursandmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.